Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Dipesh. Bugun men sizlarga qanday qilib Artigraph serverida tekinga donat olishni o'rgataman. Unday bo'lsa go. Serverda yangilik paydo bo'ldi. Mana o'qib olishingiz mumkin. Uning uchun biz free deb yozamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda siz serverda o'ynagan vaqtingizga qarab rank olishingiz mumkin. Bu bir kunlik rank va bir kundan keyin bu rank yo'q bo'ladi. Mana masalan biz hozir elit ranki. Ko'rib turganingizdek biz endi elit rankidamiz. Bu bir kunlik. Bir kundan keyin bu yana player rankiga aylanadi. Biz kitni ham ola olamiz. Endi sizlar ham serverda bemalol tekinga rank ola olasizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Dipesh bo'ldi.